Sani haqiqatdan Captiva ham bor paytda ham mindim. Malibu'yim bor paytda ham mindim. Lekin baribir seni sotishim kerak. Sani ishqibozlaring ko'payib ketyapti. Sotamiz baribir, nima qilamiz, so'rim. 2016-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 haqiqiy legendasi. Bu 1.6 motorli Nexia 2 ni ming ham biladi. Bilmagan o'zi biladi. 2016-yil kuzov, 2015 texpasport. 16-yil xo'p, fevral oyida chiqqan shot spravka mashina. Lasetti balonlar taqilgan, Magicar pult, Pioneer-mafon, Kenwood kolonka Indoneziyaniki. Mashinamiz stok holatda. 1.6 motor, 65 ming probegda. Xo'p, 3 yillik generalniy davenisi ham bor. Mashina shot spravka bir qo'l mashina. Gaz baloni ham bor. Yana nima dey? O'zimiz tayyor minib yurgan mashinamiz. Boya aytgandek, nechta mashinalarimiz o'tib ketdi, lekin bu mashina sodiq qoluvdi. Endi nima deydi? Hamma narsaning ham oxiri bor-ku, to'g'rimi akalarim? Olinglar, maza qilib minasizlar haqiqatan. Na kuzovida, na salonda qirilgan joyi yo'q. Ishonmasangiz kelib proverka qilib tekshirib olishingiz mumkin bo'ladi. Bosinglar.